Assalomu alaykum hammaga. Yuqori Chirchiq tumani Chashma ko'chasiga kelganmiz. Bu yerdan tur suti joyimizga chiqyapti. Bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Bilasizlar, bu yaqin tez kunlarda xudo xolasa yangi Toshkent hududiga kiradigan joylardan bo'lgan. Orienterimizga keladigan bo'lsa, Yangi O'zbekiston bog'idan shundoq 1 kilometr o'tganda mana shu darvozadan kirib kelganda uzunasiga sotib olgan odam uchun yo'l beriladi. Mana bu uylar o'zlariga qoladi. Mana bu daraxtdan boshlab mana bu yog'i уже полный 4,5 soti joyimizda sotilyapti. Mana shu zdaniyaning orqasi уже katta yo'l. Joylarimiz ham 4 burchak joylashgan. Mana shu daraxtdan u yog'i 4 soti bo'lyapti, 4 yoki 4,5 sot atrofida ekan. Tepasiga kelib yana gaplashasizlar. Quruvchilar sotib oladigan bo'lsa 2 sotidan ikkita kotej qursalar ham chotki, tem bo'ling mana bunaqa uzun yo'l berishyapti. O'zingizlar bilasizlar, tez kunlarda bu yangi Toshkentga kiradigan joylardan bo'lib turibdi. Agar shuni prostaga olib qo'ysalar ham, investitsiya kiritib qo'ysalar ham yiliga 2000-3000 o'ldim deganda oshib beradigan joylardan bo'lib turibdi hozir bu joylar. Egalari sotuviga $10,000 dan so'rashayotgani tepasida kelib baraka qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'ling.